Bugundan universitet va yo'nalish tanlashlar boshlandi va ko'pchilik SATchilarda savol tug'ilyapti. Ya'ni 3 xil joyni belgilash kerak. Birinchisi davlat granti yoki yo'nalish ustuvorligi, ikkinchisi bo'lsa maqsadli maqsadsiz, uchinchisi bo'lsa SAT bilan qatnashish qatnashmaslik. Va birinchi o'rinda men bularni tushuntirib o'tadigan bo'lsam, demak, dastlabki birinchisi davlat granti yoki yo'nalish turi. Bu agar siz davlat grantini tanlaydigan bo'lsangiz, 5 ta yo'nalishdan davlat grantiga 3-yo'nalishga kirsiz, mana shu 3-yo'nalishda o'qiysiz, 5-siga kirsiz, 5-sida o'qiysiz. Agar yo'nalish bo'yicha tanlaydigan bo'lsangiz, birinchisiga kirsiz, birinchisiga kira olmaysiz, ikkinchisiga kira olmaysiz, uchinchisida o'qiysiz. Mana shu tartibda bo'ladi. Maqsadli maqsadsiz kvota bu. Maqsadli bu ma'lum bir hududlarda ishlatiladi va agar siz maqsadli bo'yicha yetarli ball to'plasangiz, agar sizning ballingiz o'sha yo'nalishda kontrakt bo'lsa ham, agar siz maqsadli bo'yicha grantga o'tib qolishingiz ehtimoli bor. Va uchinchisi, agar SAT bilan topshiraman desangiz, SAT bo'ladigan bo'lsa, mana bu ikkitasi SAT uchun umuman daxl qilmay qoladi. Ya'ni SATni belgilasangiz, davlat grantini tanlasangiz ham yoki yo'nalish ustuvorligini tanlasangiz ham farqi yo'q, faqat SAT bo'yicha qo'shimcha davlat granti asosida qabul qilinasiz. Maqsadli kvota haqidagi to'liq ma'lumotni men Telegram kanalimga tashlab qo'ydim. Telegram kanal opisaniyada. Bundan da qiziqarli ma'lumotlarni olish uchun esa like bosib obuna bo'lib qo'ying.